Nigir bugun sizlar bilan men yana o'sha hacker Yusuf bugun sizlar bilan men ukam Nigir bilan Men negirman, qaspoq negirman. Ishib olib akemdan tayoq yegirman. Ovoz berdim, barini o'ldirdim. O'ldirmagan odamlaring barin kuldi. video olishda davom etamiz va ikkalamiz ham skinimizni almashtirib olganmiz. E'tibor bermaysizlar, men Free Fire qilganman. Urma. Nimaga nima deb Mana shu orolda 100 kun yashab qolishga harakat qilib buni qismlari ham bo'ladi. Xudo xolasa birinchi o'rinda biza daraxtdan boshlaymiz. Sen toshdan boshlasang bo'lmaydimi? sekund yig'i. Buni olib qo'ysanmi? Bu daraxtni. Keyin bo'l tezroq. 3 bo'l tezroq olganda asab tayyor bo'lasanmi, uka? Shu. Bo'ldi, ishlatib qo'ydim. Qo'ydim. Bela buji daraxt yaptimi, ha? Uji atoqani hozirgina qo'y topib turib ekin daraxt qildim. Qarang. Qo'y 3 ta bor edi. Men yemasa endi. Bitta qoldi-yu. Bechora xo'rlangan. Buni ko'paytirish kerak endi. Yo'qmi daraxting qancha bor? Ber. Daraxtim yo'q hali. Hozir kelaman. Qo'y yo'q. Nima qilamiz endi qo'ysiz? Bitta. Endi siz uxlamaysizmi? Qidirasan, men bilmayman aka. Endi bitta qo'y bor, yana bitta qo'y topish kerak. Men shaxtaga tushib ketyapman. Yana bitta qo'y topish kerak aka. Men shaxtaga tushib ketdim. Bo'ptimi? Temir topishga umid qilaman, temir topaman deb. Biling, ko'mir. Ko'mirmi? Ha. Mashita sekin yo'l ochib qo'ysak, o'zimizga qiyin bo'lmaydi. Men tosh yig'yapman deysiz. Mana shaxtaga yo'l ochib qo'yaman, men aytib qo'yay. Men oldimga kelmayman mashita. Nima? So'ma shaxtamiz bu. Toshig' bo'ldingmi sen? Chiqaq, menga berma. Nari tomonda toshlar bor ekanda. Menga ham yasa ber. O'zi 3 ta topdim men. Bo'pti, hech yo'q, menga nima qilib ber? Tosh bo'ldi, sizga ham yasa. Mana. Yo'l ochdim. Tashladim. Menga. Rahmat. Aka, nima restoranimda kutib qolyapti narsalar. Yaxshi, nimaga? Yomon deyapsan. Mayt bunaqa qilmaylu. Ko'mirni olay qochib tur. Ko'mir ko'p bo'lsa yaxshi. Qo'y. O'lir, menga yashashim kerak-ku meni. Voy. Aytdim men. Nima? Tushmadimi? 3 ta qo'yim bor, 2 ta qo'y junim bor edi. Ashuni o'rniga bitta bo'lib qoldimi? yo'q, anaqa bo'lib qoldi. Anaqa. Kirka. Bale. Tezroq sondiq yasash kerak endi. Sondiq. Sen tepan rivojlanib turaversan. E'tibor bermaysan. Sonboy rasa gap talashadigan bola bu. Endi qo'y junini qo'yaman. Padanglar. Bu bilan chuquri deganman. Bizga hozir yasab chiqishim kerak. Yasab chiqaman. Sen tepani rivojlantirib turaver. Menga yo'qolgan tosh-boshlar bersiz, men ularni sen o'zing anaqa taxtadan qilavering, nimcha gap qilmaysan. Men bitta zo'r blok topdim. Anaqa birisi anaqa bor edi o'zi, anaqa. Toshim bor edi, o'z
chaqirayotgan paytingizda men o'zim birsa qoladi. Ashuna eritib deyishim, restaydan ashlar boshqacha toshga aylantirib qo'ydim. Nima deysiz? Normalniy. Ko'rdingiz? Aql bo'ldi do'stlar, akamni miya ham yo'qda. Uyni qayerdan quray? Voy, yana ko'mir. Omad kelyapti. Uyni qayerdan quray? Bilmadim, xohlagan joyingda. Uyni qayerdan quray deb. Bitta biz kamida 100 kun yashab qolishimiz kerak, sanmi? Shuni bilgan. Bugun men senda qismlari bor. Bu video tezlashishi mumkinmi? Da. Tezlashi mumkin chunki 100 kun yashab qolish oddiy survivalda, masalan, oddiy telefonda keyin oddiy Minecraftda. Umuman qiyin narsa. Vashi qiyin. Sizlar o'zingizlarda tasavvur qilib ko'ringlar. Men masalan o'ta qiyin deb o'ylayman chunki Da. Men ham xuddi akam gapida o'ta qiyin bo'ladi, bilsanglar, bilasizlar. Uy, Nima? temir chiqdi-yu. Oppa. Biz bilmadim. Hozirda uyimiz kichkina-yu, noshukurlik qilmasdan yashab turamiz. Aka, O'zi ham yaxshigina temir chiqdi lekin. temir chiqqan bo'lsa ko'rsataman. Vo, aka bu yerda spam bo'lyapti shekilli anaqalar. Chunki anaqa har hayvonlar mana shu tirilyapti. Mana. Yaxshi. Yaxshi bitta anaqa qo'y. Oy, yana bitta temir chiqdi yana. Meni omad keldi. Do'stlar, bu yerda cho'ta 100 kun yashaymizmi deyman-da. Chunki qo'y uji bitta ikkita qo'y bo'ldi. Ikkita jum bo'ldi. Evelyn suv. Meni qarang. Ish fakellarim bor. Uyda qurish. Bitta fakel suvdan qizg'angan odam deydi. Bo'ldi. Ana bo'ldi. Uyda endi Lekin chiqdi. Mana sizlarga omad. Sana yükeceğim. Benim de kloyluydu. Klolu. Vay bilinçik, vay. Aytdim mana fakellarimmi? Endi nima qilamiz endi? Voy bile. Tepamizda suv turibdi. Oy. Bitta kichkina qo'ycha bor ekan. Hozir uni o'ldirsam men chiqmaydi-yu. Böyle bu yerden yo'ldiganim shunda. Tugal. Tezor sen kattay. Meniki sen. Meshetdan davay Do'stlar, ko'ramiz. oppa va qo'tamiz. Soma shaxtaga tush. Menga yordam berishing kerak. Men uy yasayapman. Uyda jinnasini yasayapman. Shuni tushaman men bu. Tezroq tush. Hozir tushyapman. Ne bo'lyapti? Shaxta topdingizmi deyman. Voy, men aytdimmi? Ne voho do'stlar? Bu negar ekan necha? Tepa tufu. Bu yerda shaxta topdingizmi? Biling. Meni ketashi. Menda bor. O'tdi men chiqib ketyapman, buni ham avvalolmayapti. Senga kus qilish uchun qildim o'zi. Qan Ashga qilib tashlabdim. bo'ldi gapi. Ne? Aka ketishyapti yaxshi. Senda yo'q. Voy. Yaxshi bizdan, biz o'zimiz uchun yaxshi.
Demak, bir kun yashaldi. Buni nomini nima deymiz? Eng qiziq. 100 kun yashab qolish просто так. Sen qachon kattayasan? Yo'q, hali hech kim yo'q. Endi tepaga chiqyapti qurol. Uy qurib oldingmi sen? Voy, necha katta bu! Bizda 13 ta temir bor. Nima deyapti? Hali bunga ayna qo'yamiz. Malades. Bu sandiqqa nimadirlar to'plab qo'yding shekilli. Yo'q, allaqachon to'plaganman. Voy, dalin. Ana zinat unaqavi. Ha, zinalar bormi? Menga endi resta yasaversin. Ular qayerdan topdim aytaymi? Ha. Aytaymi? Ha. Aytaymi? Ha. Qarang, keling. Keling. Yaqinroq keling. Bu suv tagiga tushdim. Bo'ldi. Suv tagiga tushdim, qo'g'ir chiqib qoldi oradan. Yo'q, Yurib qolay dedim. Anaqa eshiklar bor edi. Eshiklardan anaqa qildim. Narsalar ko'chirish kerak endi. Menda ovqat bor, bitta jun bor. Hozir aka sizga ham yasash uchun taxta kerak endi bizga. Juningiz ham bitta jun. Jun yo'q. Voy, bo'ldi. Bo'ldi, aka sizga ham divan yasaymiz. Mayda bitta jun bor ekan. Meniki uzun qo'yma. Ha, bo'ldi endi. Endi akamga ham divan yasaymiz. Srazu uxlash. Birinchi marta divan ko'rganda. Chunki biz bilsanglar, do'stlar, bilsanglar bilib qo'yinglar. Har doim videoyimizda Bilsanglarga YouTube kanalimizda 2000 ta obunachiga nihoyat erishdik. sizlarga kattakon rahmat. Bundan juda xursandmiz. Shunaqangi xursandmanki, ashu 2000 ta bo'lganimizda bolalarim 2 ga ketgan edik. Shunda telefonimni ochib qarasam 2000 ta obunachi turibdi. Aka, aniq taxta yo'q. Taxta bormi sizda? Bor, 50 ta bor. Chop. Qoching. Ikki qo'yaymi? Qayerga qo'yaman? Shunga qo'yay. Chop. Uxlang, srazu. Birinchi kun ketdi. Va 2-3 kun mana shu nimalarni qildik va hamma ukam va men nima desam bo'ladi? Masalan, men o'zim mana shunaqa narsalar qurdim. Ukam uyni kattaytirdi va bu yerlarda juda katta qilib va ikkinchi qismda kutinglar. Va ukam mana shunaqa kiyimlar, resurslar to'pladi, boshqa narsalar qildi va ancha rivojlanganmiz. Ikkinchi qismni kutib davom etamiz.